Demak, biz Moskvadamiz. O'qishga kirishga budjetga oldinroq harakat qilish kerak-ku. Budjetga yiliga bir marta Aha. hamma yo'nalishlarga. Zavochniy, вечерний, почтniga bir marta. 20-iyundan Aha. 10-iyulgacha qabul dokument. Iyulning oxirigacha ekzamen bo'lib, всё. Shu bilan tugaydi. Birinchi yilga to'liq to'la. Patentdan ko'ra o'qish намного выгодный bo'lib qoldi. O'shni forma обучениеda общежитие beradi. Общежитие yiliga 700 rubldan 1200 rublgacha. Bu registratsiya. Registratsiya. Общежитие, kommunalka hammasi Ichida. 1,5 rubl. O'qishga основаниyangiz bo'lsa, hech kim deport qilmaydi. O'qishni aytayapman-ku, ta'mini tortib ko'rib, bir RVPO'ni olib, bir 9 oy yurib degustatsiya qilib ko'rsin deb, bu намного выгодно и dunyoqarash odamni hayot tarzini ham o'zgartirib beradi-da. Aha. Намного лучше. Намного лучше. Намного лучше. O'qish. Конечно. To'liq videoni Rustam Rahmonov YouTube kanalida tomosha qilishingiz mumkin.